Uyghur Avtonom Rayonluq Millatlar Tili-Yiziq Komitetining atalg'ular ishxonasining muavin mudiri. Shundaqla kandidat oliy tarjimon, Xitoycha Uyg'urcha qiliplashgan atalg'ular qo'llanmasi, Xitoycha Uyg'urcha aqliya so'zlar lug'ati qatorliq necha o'nlagan lug'atlarning ro'yatga chiqishiga ajr singdirgan O'sanjan Asqarning lagerga qamalganligi ma'lum. Bu uchurni dalillagan uning Amerikadagi o'z singlisi Gulroy Husayn xonim lug'at bir millatning madaniy hayotining muhim bir o'lchami hisoblansa, undaqda O'sanjan Asqardek butun yoshlik bahorini millatimizning lug'atchilik ishlariga beg'ishlagan ziyonlarning Xitoy doiralari tarafidan qo'lga ilinishi millatimizning madaniy hayotining og'ir bir krizis ichida qolishidan derak berdi dedi. O'sanjan Asqar bu yil 48 yoshda bo'lib, Bejindagi Markaziy Millatlar Universitetining til adabiyot kasbini bitirgandan keyin Uyg'ur Avtonom Rayonluq Millatlar Tili-Yiziq Komitetining atalg'ular ishxonasida ishlagan. Uyg'ur tili yezig'idagi atalg'ularni qiliblashtirish, bekitish va e'lon qilish, o'quvchilar uchun 30 dan ortiq yurishlik lug'atlarni tuzgan. Bu lug'atlar tartiblari tushunishlik, ixcham, misolliq, rasmlik, elib yurishga qulaylik va aptlikligi, o'zi o'rganayotgan fanlar bilan bevosita munosabatli bo'lishi, shundaqla tanarqining a'zam bo'lishidek bir qator aloyidliklari bilan Uyg'ur o'quvchilarining olqishiga erishib, Uyg'ur tilidagi atalg'ularni qiliblashtırishning ahamiyati qatorli xizmatlarga mas'ul g'olliq xodim qatorida ishlagan. O'sanjan Asqar nurg'un cho'ng hajmlik lug'atlarni tuzgan hamda tuzishga qatnashgan. Uyg'ur tili yezig'i va tarjima sohasidagi ko'zga ko'ringan mutaxassislarning biri ekanligi muayyanlashtirilgan. 2018 yil mayda Uyg'ur Avtonom Rayonluq Millatlar Tili-Yiziq Komitetining sobiq mudiri Mamtili Abdurayim va lug'at tuzishga qatnashgan tilshunos va kasbiy xodimlardan Noiljon Turg'un, Abduzoir Toyir, Toyir Abduvali qatorliqlarmi Urumchidagi yer nomlarini Uyg'urcha qiliblashtırishga qatnashganligi sababli Xitoyning ijtimoiy fan sohasidagi pan-turkizm va pan-islomizm ideyasiga qarshi turish to'lqinida tutqun qilinganligi inkos qilingan. (24 fevral Dünya Uyg'ur qurultayining 15 yilligini xotirlash faoliyati Germaniya Myunxenda o'tkazildi. Faoliyatga Dünya Uyg'ur qurultayining markazdagi rahbarlari, qurultayning qurg'uvchilari bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashdi. Dünya Uyg'ur qurultayining muavin raisi Farhod Muhammadi apandi faoliyatga riyosatchilik qildi. Faoliyat Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlanib, Dünya Uyg'ur qurultayining qurilishi uchun hassalar qatgan Myunxendagi Uyg'ur jamoatiga qurultay nomidan rahmatlar bildirildi. Dünya Uyg'ur qurultayi raisi Dolqin Aysa apandi ichilish nutqi so'zildi hamda milliy da'voning taraqqiyot tarixi va jazo lagerlari masalasini anglatdi. Dünya Uyg'ur qurultayining sobiq raisi va qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Erkin Aliptekin apandi Dünya Uyg'ur qurultayining qurilish tarixi haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tdi. Erkin Aliptekin apandidan keyin Ilhom To'xta guruhining raisi Anvarjon apandi qurultayga takliflarini sundi. Qurultayning programma yetakchisi Peter Erwin apandi va Yevropa parlamentidagi xizmatchisi Ryan apandi ayrim so'z qilib, Dünya Uyg'ur qurultayining 2017 yildan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotida shundaqla Yevropa ittifoqida olib borgan faoliyatlardan ma'lumotlar berdi. Hindiston bilan Pokiston 1971 yildagi urush jengidan keyin eng og'ir bo'lgan harbiy to'qinish yuz berdi. Islomobod agentligi xabarida 27 fevral Pokiston davlat armiyasi bugun Pokiston kontrolidagi Kashmir rayonida Hindistonning 2 dona aeroplanini pochoqlab tashlaganligini, birining Kashmir rayoniga, yana birining Hindiston tavalliga tushganligini hamda Hindiston ushquchisidan birini asirga olganligini e'lon qilib, boshqa hech qanday munosabatli ma'lumotlar bermagan. Hindiston Pokiston har ikki davlatda atom quroli bo'lg'ashqa to'qinish vaziyati butun dunyoning diqqatini qo'zg'amoqda. (25 fevral Amerikaning sharqiy qismidagi nurg'un rayonda qattiq sovuq bo'ron chapqunning asta surilishi ta'sirida 25 fevral Amerikaning sharq rayonida keng ko'lamda to'xtash,
atom elektr stansiyasi ishlab chiqarishdan to'xtagan. 600 dan ortiq aeroplan uchishni amaldan qoldirgan. Sharqiy dengiz qirg'og'ida muz dengiz toshqini hosil bo'lgan.